Vokzal, karavan magazini shunday orqasiga kirganda lokomotiv Zolotoy etaj 2-qavatda joylashgan 81 kvadratli xonamiz srochno sotuvga chiqyapti. Hamma mebel texnika nima ko'ryapsiz? Yangi uy absolyutno hech kim kirib bir kun ham yashamagan, bir soat ham yashamagan. Qatalar uchun bitta yotoqxonani ko'rsatamiz operator. Gap bo'lishi mumkin emas. Termozoni bor, treza bor, do'xspani divan, o'zini garderob shkofi bilan gap bo'lishi mumkin emas. Qatalar uchun yotoqxona, zalni o'zi juda ham kattagina, bahaybat. Ana endi bolalar uchun yotoqxona. Eng qizig'i, har bitta xonasiga trezasi bor. Bolalar uchun yotoqxona, o'zini garderob zonasi bor, lustraga necha operator juda ham mana shu dars qiladigan joyni va shu cho'tqa qilgan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnini bitta ko'rsatamiz operator. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni. 4 kishilik o'tirib yeydigan stol, ana bu yerga xolodilnik, salesni juda katta, mana shuni qo'yishga ulgurmaganlar qo'yib beraman dedilar. Gaz plita, vitishka, mana shu yerga duxontirni katyol bor. Ana endi bitta общий sanuzilni bitta ko'rsatamiz. Oyoq tagimiz polni topli pol bo'lgan. Mana shu pirxoshka bilan birga. Yani garderob shkof bor. 81 kvadrat, 2-qavat, narxi 92 ming, ozgina savdosi bor.